Men falonchi bilan urushib qoldim, falonchini ustidan ariza yozib qo'ydim, yarashib olmoqchiman. Yarashsam bo'ladimi degan mazmunda murojaatlar bo'ladi. Yarashuv tartibi bor. Jinoyat kodeksi 66 prim 1 moddasi bor. O'sha moddaga ko'ra qaysi moddalar yarashuv tushishi ko'rsatib o'tilgan. Juda ham ko'p moddalar bor, soni ko'p. Hayotimizda ko'p uchadigan moddalar, ya'ni yarashuv tushishi mumkin bo'lgan moddalar bu 109-modda, 105-moddaning birinchi qismi, 277-moddaning birinchi qismi, firibgarlikning birinchi qismi tushadi. Va hokazo moddalar yana bor. Firibgarlikni olgan bo'lsak, firibgarlik moddasining birinchi qismi bo'lsa, ya'ni biron bir shaxs ariza yozdi va arizasiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin gumondor tomon kelib, jabrlanuvchi bilan kelishib, o'zaro o'sha haliga yetkazilgan zarar to'lab bersa va gumonlanuvchini da'vosi bo'lmasa, bu holat yarashuv tugallanishi mumkin. Yarashuv nima degan narsa? Yarashuv nima beradi? Agar ish yarashuv bilan tugallansa, haligi odamni, ya'ni ayblilik masalasi hal qilinmaydi. Sud tomonidan o'sha odamga o'sha modda bilan hukm chiqmaydi va u odam aybdor topilmaydi. Va u jazo o'tamaydi. Yarashuvga tushgan shaxs jazodan ozod qilinadi. Shu tomondan yarashuvning plyus tomonlari bor, ya'ni foyda tomonlari bor. Yana ko'p uchragan holat 277-moddaning birinchi qismi, ya'ni bezorilik. Bezorilik holati bo'lsa va o'sha bezorilik holati birinchi qismiga to'g'ri kelsa, bu holatda ham yarashuvga tushadi. Tomonlar o'zaro bir-biriga da'vosi bo'lmaydigan bo'lsa, bu holatda ish yarashuv bilan tugallanadi va sud tomonidan yarashuv ajrimi chiqariladi. Bu narsa yarashganlik holati sudlanganlik hisoblanmaydi.